Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning jannatdagi hamrohlari dedik. Jannatda Rasulullohga hamroh bo'lishlik uchun birodar salovat aytish kerak. Rasulullohga salovat ayting. Bugun musiqa eshitib boramiz. Behuda so'zlar aytamiz. Bugun soatlab vaqtimizni ijtimoiy tarmoqlardagi behuda narsalar bilan o'tkazamiz. Birodar, bir savol bor. Siz ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazib ko'rayotgan narsalaringiz kulgili, ma'noli, ma'nosiz, insonni ongini buzadigan, fe'lini qaytaradigan, insonni yomon holatlarga keltiradigan, fikrini buzadigan narsalarni internet tarmog'idan ko'ryapsiz bugun. Soatlab ko'ryapsiz. Birodar, tugaydimi o'sha? Tugamaydi hech qachon. Uni oxiri yo'q. Ko'rsangiz, ko'rganingiz sari yangisi chiqib kelaveradi. U tugamaydi birodar. Lekin umr tugaydi. Vaqt tugaydi. Ko'z nuri tugaydi. Imkoniyat va mablag' tugaydi. Ular tugamaydi. Umringizni tikib yuboring, tugamaydi. Kunu tun o'shani ko'ring, o'shani orqasida payda bo'ling, u tugamaydi. Lekin kuch-quvvat tugaydi. Vaqti soat tugaydi. Har bir narsani vaqti o'tib ketadi. Uni o'rniga 10 ta zikr, 5 ta salovat, bitta sura o'qisangiz yoki aynan o'shalarni tinglasangiz manfaatli bo'ladi-ku birodar.